Assalomu alaykum. Munisani orqasidan PR qilyapsiz deb yozishibdi. Kulgili. Menga umuman PR qiziq emas. Вообще kerak emas. PR eng kattalari bo'lganda ham aralashmaganman. PR qilib olish bir sekundlik narsa, unga Munisa sababchi bo'lish kerak emas. Munisa Rizayeva o'zi umuman bu meni o'rtog'im, men hurmat qilaman. Bu bitta Munisaga taalluqli narsa emas, butun xalqqa taalluqli narsa. Iltimos, qachondir nuqta bo'ladimi? Mayli, hali ongi past, hali dunyoqarash kengaymaganda bir paytlar mayli deb keldik. Qachongacha mayli deyish kerak? Aytingchi. Yo, raqqosa dema. Bilasiz raqqosa qanaqaligini? Yo, nimaga raqqosani har doim ustidan mag'za bag'darish kerak? Yo, boshqa ma'noda aytilyapti, ma'nosi mana bunaqa edi. Ma'nosi unaqa bo'lsa, bitta mana shu kasbga tegmaylar. O'zi zo'rg'a yuzaga chiqazib buni ko'rsatayotgan bo'lsangiz,